Hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan Ida Taro. Shaxsiy ko'rish uchun WhatsAppdan yozsangiz bo'ladi. Energiya bermoq uchun bitta like, podpiska sizlardan. Bugun kartangi savolim o'rtoqlar. Kelinglar, shu buvshi, ya'ni o'sha eski aqlingizdagi insoningizni ko'ramiz. Hozir qay darajada nima qilyapti va hokazo nima uchun o'shani o'qib beraman. Buvshi nima edi? Eski yigit deydimi, nima to'g'ri agar ayta olgan bo'lsam, qisqa qilib aytganda buvshi erkagingizni ko'ramiz, qarang nima bo'lyapti. Ketdik o'rtoqlar. O'sha eski buvshi erkagingizni ismini, yoshini aytasiz, bo'ldi, tamom. O'rtoqlar, shaxsiy ko'rish uchun WhatsAppdan yozasizlar. Bu raskat kimgadir tushadi, kimgadir tushmaydi. Uchtadan boshlayman. Tak, o'rtoqlar, ketdik. Buvshingiz, ya'ni buvshi erkagingiz, aqlingizdagi o'sha erkak bu yerda eslashi chiqyapti. Tak, bu bolamizni bo'ydoqmi yoki yaqinda uylanganmi yoki uylangan bolami, variantlar tashlayman, o'zingizga mosini terib olasiz, хорошо? Tak, eslashi bor, lekin eslayapti sizni. Eslayapti. Qanaqa pozitsiyada sizni eslayapti? Tak. Sizni qanaqa pozitsiyada eslayapti? Aqlingizdagi insoningiz, ya'ni shu buvshingiz ko'proq bilasizmi, emotsional narsani eslayapti. Qandaydir hidingiznimi yoki bir qandaydir uni misol uchun bir bo'ladi-ku, erkalab chaqirish. Shunaqa bir emotsional narsangizni eslayapti. Danni время. Mana nechida ko'ryapsiz, qachon ko'ryapsiz bilmayman. Ko'rayotgan kuningizdan boshlaysiz. Aqlingizdagi insoningizni, хорошо, o'sha buvshingizni eslayapti. Eslash tushdi. 3 kun, 3 hafta ichida buvshingiz sizga yozishi ham chiqyapti va u bilan ko'rishasizlar. Lekin bitta narsani aytib o'taman, ko'rishganda srazi yana chuvstvalarga berilib, uni srazi kechirib yubormang. Chunki ogohlantirish chiqyapti. Baribir u sizni yana o'sha eski nima desam ekan, sevgisiga rom qiladi, yana tashlab ketishi chiqyapti. Hushyor bo'lamiz qizlar, ayollar, хорошо? Endi ko'rishmaslik u sizni anaqangiz, ixtiyoringiz, qalbingiz nima desa o'shani qilasiz. Prosta tushgan narsalarni hozir aytib o'tib ketyapman. 3 kun, 3 hafta ichida undan xabar keladi sizga va ko'rishingiz chiqyapti. O'rtoqlar, пока что shular, sog' bo'lamiz.